Salom, sizlar bilan birga SRB Editor. Bugungi videoda hardcore o'ynaymiz. Mana boshladik. Endi daraxt chopamiz. Endi men yog'ochli aslahalar yasamoqchiman. Men yog'ochli aslahalar yasab bo'ldim. Endi ovqat to'playman. Men bittagina molni o'ldirdim xolos. Men endi tosh levelga o'tmoqchiman. Men tosh kavlab bo'ldim. Endi men toshdan aslahalar yasamoqchiman. Endigi navbat ovqat bilan qishloq topish. Ovqatlar oldimizda, endi ularni o'ldiramiz. Yo'q, men shaxtaga kirmoqchi emasman, men ovqat to'plamoqchiman. Qo'yni o'ldirib bo'ldik, endi esa qishloq topamiz. Men tochqani ham o'ldirib yubordim. Menga ozgina daraxt kerak bo'ldi, men ovqatlarni pishirish uchun. Men ovqatlarni pishirmoqchiman. Ana yerda qo'y turgan ekan, bizga ovqatlar ortiqchalik qilmaydi. Men qo'ylarni o'ldirganim sababi yotoq yasamoqchi edim. 2 dona steak pishibdi, bitta dona go'sht ham steakga aylansin deb yog'och qo'ydim. Narsalarni olib shaxtaga ketdim. Menimcha bu cheksiz ko'mrov. Men kattaroq shaxta topmoqchiman. Bu yerda katta shaxta bor ekan. Bu yerda endi full temir bo'lib chiqamiz. Lekin menga daraxtlar kerakligini sezib qoldim. Endi aniq shaxtaga kirsak bo'ladi. Bu bizni birinchi temirimiz. Endi eritib, bitta kirka bilan bitta qalqon yasab olamiz. Bu yerni qaziyotganda oldinda temir chiqdi, olib olaverdim. Qo'shilib lapis ham chiqdi. Qarasam kech bo'lgan ekan, men shaxta uxlab yubordim. Va pechkaga qarasam, temirlar pishibdi. Va men sizga aytgan kirka bilan qalqonni yasamoqchiman. Men oldingi temir bilan lapis topgandim. Shularni eritib, o'zimga aslahalar yasab oldim. Endi men full temir bo'lmoqchiman. Birinchi temir, ikkinchi temir, uchinchi temir, to'rtinchi temir, beshinchi temir, oltinchi temir. Shuncha temir kovladim. Endi o'zimga baza qurmoqchiman.
Uy qurib bo'ldim, yoniga fil kiyim ham bo'lib oldim temirdan. Narsalarni uyga kirgizish kerak. Bu hardcore'ning birinchi epizodi edi. Ikkinchi epizodni chiqishini xohlasangiz obuna bo'ling. Men siz bilan xayr demayman, ko'rishguncha deyman.